Assalomu alaykum hurmatli akalar, ukalar, obunachilar, kuzatuvchilar. 2 yil oldin qilgan obyektimizga yetib keldik. Bu obyektimizga bir ikkita qo'shib beradigan narsalarimiz bor edi. Shularni qo'shib beramiz. Hozir o'sha nima ishlar qilinganini sizlarga bir obzor qilib beraman. Xo'p, xullas, obyektimiz mana 3 etajli. Past hovli tomoniga ham qo'shimcha imoratlari bor. Bu obyektimiz sklad. Endi qanaqa skladligini aytib o'tmayman, shart emas. Mana shu obyektimizni 1-2 yil oldin отопление, santexnika, pojarniy shitlari, motorlari, xullas nimaiki o'zimizga taalluqli bo'lgan ishlar bo'lsa hammasini qilib berganmiz. Bu hovli etagiga bu tomonga qulfagan sanuzellari bor, charchagan tahoratxonasi bor, qulflab qo'yishgan ekan. Ochiq ekan hozir. Tahoratxonalari mana shunaqa ko'rinishga 1450 ming kvadrat. Hop shu issiqlik olish obyomi obyektimizni hozir endi ichkariga kirishga ruxsat berilmaydi. Mumkin emas ichkariga kirishimiz sklad ichiga. Sizlar kotelniklarni ko'rsatib beraman, qanaqa qilingan, nima holat. Hovli karcherlar o'rnashtirib berganmiz. Bemalol mashinalarni yuvishga. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Bu mana obyektimizga kotelnisi. Paksi napolniy kotel qo'yib berganman bunga. Hammasini gidrostrelka olib, etajma-etaj tarqatilgan. Ikkita etajimiz polni to'plib bo'lgan, triходовый qo'yib mikser qilib berganmiz. Расширительный bachoklari отопленияni, suv sistema filtrlari. Buni ham o'zini расширительный bachoklari suv uchun. Suvni raspad bo'lmasligi uchun, svet o'chib qolgan payti mana shu bachokda endi uzoq yillik tajribali ustalarimiz biladi qanaqa qilib regrovka qilishni. Shunaqa qiladigan imkoniyatimiz bor bu bachokda. Deylik mana 100 litrlik bachok bo'ladigan bo'lsa, agar svet o'chib qolgan taqdirga bemalol kamiga 50-60 litr suv beradigan holat bo'ladi. Gaz analizator datchiklar qo'yib berganmiz. Bu mana kotelnimizni shitlari. Xullas hammasini na vысшем уровне qilingan. Koteldan chiqadigan, nima qotidan chiqadigan kondensatlarni отдельно yama qilib kanalizatsiya olib ketganmiz. Endi bu obyektni bitirganimizga 2 yil bo'ldi. Bu obyektimizga bir ikkita narsa qo'shiladigan ishlari bor edi, shularni qo'shib berdik. Hozir yana bitta sizlar uchun qiziq temani ko'rsataman hozir. Xo'sh, bu tomonga ham bitta qiziq temamiz bor. Mana shu obyektimiz egalarini zakazi bo'yicha yasab bergan kotelimiz 200 kvadrat uchun mo'ljallangan. Bularni o'zlarini bir rayon tomonga gaz yo'q joyga отопление qilishimiz kerak. Bu kotelimizni ham xudo xolasa bitirgandan keyin obzorlarni qilib beraman. Xo'p, bu kotelimiz 200 kvadratli kotel, o'tin ko'mirga yonadigan kotelimiz. Oldi tomonidan ochib 40-50-55 kilogacha ko'mir zapravka qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Bemalol kotel solib yongandan keyin yopib qo'yiladi. Bunday qilib qo'lda kuydirmaydi, zashitalari bor, hammasi asbestdan qilingan. Termoregulator datchiklari bor. O'zimizga kerakli gradus qo'yib olamiz. Bemalol o'zi yoqib, o'zi havo haydab ishlaydi. Yonib tugagandan keyin mana ko'mir oladigan ko'mirlamamga tushadi. Bemalol olib, qoqib tashlaveradi. Bu mana teplobmennik tomonimiz. Bu mana teplobmenniki yuqori qismi bo'ladi bu ham. Mana
200 kvadratli teplobmennikniki. Bemalol tozalanadigan payti ochib tozalaydigan o'zi spitsalniy kosovlari bor mana. Bularni ham qilib beramiz. Xullas bu bomba kachol, bomba. Nasib bo'lsa вообще gumullatib 200 kvadratli bitta obyektli bu bularni uy xullas chopli bo'ladi, toplina bo'ladi. Teplobmennik tozalagandan keyin bemalol ichidan tushgan musorlarni olib tashlaveradi. Mana shunaqa kachol. Shu kacholni qo'yib beramiz. Shu kacholimizni ham hozir olib kelib tushirdik. Nasib bo'lsa, bu kacholimni отдельный video qilib beraman. Yonib, qo'yib ishlagandan keyin bemalol qizdirish boshlagandan keyin hammasini bemalol chiroyli montajlari bilan birga obzorini qilib beraman. Sog' bo'lasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ayniqsa gaz yo'q bo'lsa, pechkalar isinib turishgan bo'lsa uylarning ichiga bemalol telefon qilaverasizlar. Nasib bo'lsa, xudo xolisa ko'ngilingizdagilardan ham ziyod qilib, dilingizdagidan ham ziyod qilib uylaringizni qizdirib beramiz. Men tilim sal kelishmay qoldi endi. Aybga buyurmaysizlar. Bu tomondan demoxotni nasaymiz, aytgancha demoxoti bo'ladi, syomniy bo'ladi. Demoxoti ham tozalanadigan, buni ham kondensat olinadigan bo'ladi. Xullas kacholimiz udar, bomba kachol bo'ladi. Nasib ko'rsatib beraman. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, shunaqa narsa qiziqib yurgan bo'lsa, qidirib yurgan bo'lsa, bemalol tashlab qo'yaveringlar. 24 yilda aloqayamiz, telefon qilaverasizlar.